Qashqadaryoda hokim yordamchisi pora bilan ushlandi. Qashqadaryo viloyatida korrupsiyaga qarshi kurashish yo'nalishida navbatdagi tezkor tadbir o'tkazildi. Davlat xavfsizlik xizmati hamda tegishli tashkilotlar xodimlari tomonidan o'tkazilgan tadbirda Qarshi shahridagi mahalla fuqarolar yig'inlaridan birida ishlovchi hokim yordamchisi qo'lga olindi. Ma'lum bo'lishicha, u 1983-yilda tug'ilgan fuqaroga 2019-yilda shahar hokimligi tomonidan ijara shartnomasi asosida berilgan davlat zaxirasidagi 35 sotiq yer maydonini mansabdor tanishlari orqali xususiy mulk sifatida rasmiylashtirib berish evaziga pora sifatida 1000 AQSh dollari olayotgan vaqtida ushlangan. Tergovga qadar surishtiruv davomida ushbu pul mablag'i shahar hokimining yetakchi mutaxassisiga berilishi kerakligi aniqlangan. Tezkor tadbir davom ettirilib, mazkur mutaxassis ham pullarni olgan vaqtida ashyoviy dalillar bilan ushlangan. Hozirda holat yuzasidan jinoyat ishi qo'zg'atilgan bo'lib, tergov harakatlari olib borilmoqda. Siz bilan Qashqadaryo tezkor 24 bo'ldi. Biz bilan voqealar markazida qoling.